Mana shu tomondan keldik. Tepaga chiqdik. Mana shu ko'prikda to'xtaymiz ekanda, mashinani qo'yib, mana shu tomonga qarab yursak, o'sha ichkarida kelin fatasi. Hozir kiramiz. Mana shu oraliqqa kirsak, kelin fatasi sharsharasi. Mana shu oqayotgan suv kelin fatasini suvi ekan. Mana kelin fatasiga shu yerdan boshlanar ekan. Mana shu yerdan tushishni boshlaymiz. Mana kelin fatasiga shu yo'lakchalar bilan borilar ekan. Shu 10 daqiqacha yursak kerak adashmasam. O'tgan yillari bekik edi, hozir ochiq ekan. Shu tomondan yuramiz. Kelyapsizlarmi? Hozir bizni komanda ham kutib turamiz endi ozgina. Shunaqa joylar bor ekan. Chiqib boramiz. Mana bizdan oldin odamlar ketishyapti. Manzara juda go'zal. Sharsharani ovozi va uni tog'da mayin shabadani, esayotgan shamolli shabadani his qilasiz. Ayniqsa o'tirib maza qilib chuqur nafas olasiz. Mana shunaqa joylari bor ekan. Mana oraliq bilan ketamiz ekan. Ketaveravering. Shu oraliq bilan yo'lakchalar bor ekan, mana yurib o'tamiz. Shu ichkariga qarab ketaveramiz. Davom ettiramiz. Hozir pauza qilyapmiz. Orqamizdagi odamlar yetib olsin deb. Lekin iloji boricha hamma yo'layda hammasini olishga harakat qilyapmiz. Tepaga boramiz hozir. Keling, qoldiravering. Sakiring. Sakiring. Yetishib yuramiz. Hop, bu tomonga yuramizmi? Tomonga yuramiz kerak. Ketdik. Men yo'l davom ettiryapmiz. Charchab ketdik. Va nihoyat mashaqqatli yo'l ekan, haqiqatdan kelin fatasiga 10 minutlik yo'l deyshodi. Qani boraylikchi, shu yo'l qiyinchiliklarga arzirmikan. Lekin shu yerda o'zi deylar tavsiya qilaman. Kayfiyatni ko'taryapti. Mana ovozlarni eshitayotgandirsizlar. Bunday o'tib boramiz. Ha, hozir yetib oladi hammasi. Oraliqdan o'tamiz. Chiqamiz ekan. O'ngga, chapga degani. Ozgina dam olamiz. Yana yuramiz ekan. Davom ettiramiz yo'limizni. Shu orqa tomonimiz. Shu tarafdan kirib keldik. Faqat ko'tarilamiz ekan. Ketdik, ko'tarilyapmiz. Kelin fatasi nomli sharsharaga. Ha.
moslashib qolamiz hozir. Ketdi, yuringlar chiqani. Mana nihoyat yetib qoldik. Mana kelin fatasi degan sharsharaga ham yetib kelib qoldik. Mana nihoyat. Mana nihoyat shu yerda topdik. Alhamdulillah. Bir qator aylanasiga ko'rsatgani, kelin fotosiga o'xshaganligi uchun kelin fotosi deydi-ku. Mana aylanasi. Shu tepada nomini yozib qo'yibdi. Keltirolmadi.